أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tevbe suresi Medine'de nazil bolgan 129 ayet. Bu surenin asaslık maqsadi kafir firqalarının ahvalini bayan qilish, munofiqlarning abdi bashirisini echib tashlash va haqiqiy mu'minlarni o'ttirg'a chiqarishdan iboratdir. Bu Allah va uning payg'ambari tarafidan sizlar bilan tinch o'tish uchun kelishim tuzishgan mushriklarga uni buzg'anligi tufaylidan kelishimni bekor qilish bayonotidir. Ey mushriklar, yer yuzida 4 oy yurib elinglar. Bilinglarki, sizlar Allohning jazosidan qochib qutulolmaysizlar. Shunimi bilib qo'yinglarki, Alloh kofirlarni rasvo qilg'uchidir. Bu eng cho'ng haj kunida Allah va uning payg'ambari tarafidan insonlarga chiqarilgan e'londirki, Allah va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir. Agar tavba qilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar bu da'vatdan yuz o'rsanglar, bilinglarki, Allahning jazosidan qochib qutulolmaysizlar. Ey payg'ambar, kofirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan kelishim tuzgan, kelishimga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu kelishimga uning vaqti to'shqonga qadar rioya qilinglar. Shaksizki Alloh taqvodor bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ldiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'z tutib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namozni mukammal ado qilsa, zakot bersa, ularni o'z holiga qo'yib etinglar. Shaksizki Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Agar mushriklardan biror kishi sendan omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini anglaganga, ya'ni uning haqiqatini tushunganga qadar uningga omonlik bergin. Andin iymon etmasa, uni omon topadigan joyga yetkazib qo'ygan. Bu kengchilik shuning uchundirki, ular haqiqatni bilmaydigan qavmdir. Allohning va uning payg'ambarining nazarida mushriklarda qandoqmi ahdi degan narsa bo'lsin. Ammo Masjidi Haramning yanida sizlar bilan kelishim tuzishganlar buningdan mustasno. Ular sizlar bilan tuzishgan kelishimga vafo qilsalar, sizlarmi vafo qilinglar. Shaksizki Alloh taqvodor bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Mushriklar agar sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglardan na tuqqanchilikqa, na kelishimga rioya qilmaydigan tursa, qandoqmi ularning ahdisi e'tiborga ilinsin. Ular sizlarni shirin shakar gaplari bilan xush qiladi. Dillari bo'lsa, unda qilishni xohlamaydi. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular Allohning oyatlarini arzimas narsalarga setibatdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular biror mu'min haqida na tuqqanchilikqa, na kelishimga rioya qilmaydi. Ana shular haqiqatan haddidan oshquchilardir. Agar ular tavba qilsa, namozni mukammal ado qilsa va zakot bersa, u chaqda ular sizlarning diniy jihatdagi qirindishinglarga aylandi. Biladigan qavm uchun biz oyatlarni ana shundoq tafsiliy bayon qilamiz. Agar ular ahdlashgandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayyiblasa, ularning dushmanlikdan cheklanishi uchun kufrining katta boshlariga qarshi urush echinglar. Chunki ularning qasamining hech qanday e'tibori yo'q. Ey iymon etganlar, qasamini buzgan, payg'ambarni yurtidan haydab chiqarishga uringan, sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavm bilan urush qilmamsizlar. Ulardan qo'rqamsizlar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Alloh sizlarning qo'rqishinglarga eng loyiqdir. Ular bilan urush qilinglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Ularni rasvo qiladi. Sizlarni ularning ustidan g'olib qiladi. Shuning bilan mu'min qavmning ko'ngliga tasalli beradi. Ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh sizlarning oranglardan jihad qilganlarni, Allohdan, uning payg'ambaridan
va mu'minlardan boshqasini sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'a chiqarmay turib, sizlar sinalmayli o'z holimizga qo'yib berilamiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Mushriklarning o'zlarining kofirligini iqror qilib turib, Allohning masjidlarini obod qilish salohiyati yo'qdir. Ularning yaxshilik deb qilgan amallari bekor bo'lib ketadi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namozni mukammal ado qilgan, zakot bergan, Allohdan boshqasidan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi muqarrardir. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlaganlarni, masjidi haramni obod qilganlarni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Alloh yo'lida jihad qilganlar bilan o'xshash deb hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular teng emas. Alloh kufrlikda cho'ntirib olib, o'ziga zulm qilgan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etgan, hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular utuq qozong'uvchilardir. Robbi ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlar bilan xush xabar beradi. Ular u jannatlarda mangulik ne'matlandi. Ular jannatlarda mangu turadi. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga eng katta mukofot Allohning dargohidadir. Iymon etganlar, agar otalaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrini ortiq ko'rsa, ularni yaqin kishilar hisoblamanglar. Sizlardan kimki ularni yaqin kishilari hisoblaydi ekan, ana shular o'ziga zulm qilguvchilardir. Ey payg'ambar, aytqinki, agar sizlarning otalaringlar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, ayollaringlar, urug' tuqqanlaringlar, topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan ansirgan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Alloh yo'lida jihad qilishdan musuyimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Alloh haqqinglarda azob amrini keltirganga qadar kutib turinglar. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Shaksizki, Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn urushi bo'lgan kunda yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligi sizlarni mag'rurlantirgan edi. Bu sizlarga qilcha asqatmadi. Shuncha keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga xotirjamlik beg'ishladi. Farishtalardan iborat sizlar ko'rolmaydigan qo'shinlarni tushirdi va kofirlarni azobladi. Kofirlarning jazosi ana shulardir. Shuningdan keyin Alloh yana xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Alloh va uning payg'ambari harom qilgan narsalarni harom deb bilmaydiganlar va haq diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib, xor holda o'z qo'llari bilan jizya to'laganga qadar urushinglar. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'lidir dedi. Xristianlar Masih Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zidir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning kufri so'zlariga o'xshab ketadi. Alloh ularga la'nat qilsunki, ular qandoq haqiqatdan burilib ketadi. Yahudiylar Allohni qo'yib o'zlarining o'limalarini, Xristianlar o'zlarining rohiblarini va Maryam o'g'li Masihni iloh deb oldi. Halbuki ular faqat birla iloh bo'lgan Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Alloh ularning shirik keltirgan narsalardan pokdir. Ular Allohning nurini, ya'ni uning dinini ig'izlar bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Halbuki kofirlar yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh o'zining nurini tamomlamay qolmaydi. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh haq dinni barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomni hidoyat va haq din bilan avatgan zotdir. Ey iymon etganlar, Yahudiylarning o'limolaridan va Xristianlarning rohiblaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini yo'lsizlik bilan yevoladi. Kishilarni Allohning dinidan to'sidi. Ey payg'ambar, oltin kumush yig'ib, uni Alloh yo'lida sarf qilmaydiganlarga
qattiq azob bilan bishorat bergin. U qiyomat kunida oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, biqinlari va dumbilari dog'landi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan boyliqinglardir. Ya'ni zakitini ayrimay yiqqan narslaringlarning vabolini tetinglar deyildi. Shaksizki Allah osmon va zaminni yaratgandan tortib, bir yildagi oylarning soni Allohning kitobi Lavhul Mahfuzda 12 dir. Ulardan Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajabdan iborat 4 urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Shunga bu oylarda cheklangan ishlarni qilib, o'zinglarga zulm qilmanglar. Mushriklar sizlar bilan umumyuzlik urushgandek, sizlarmi ular bilan umumyuzlik urushinglar. Bilinglarki, Allah haqiqatan taqvodorlar bilan billadir.